Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi brifingimiz mavzusi sug'urta. Sug'urta moliyaviy barqarorlik va xotirjamlik kafolati. Bugungi kunda sug'urta oddiy xizmat emas, balki oilangiz, biznesingiz va hayotingizda kutilmagan xavflardan, moliyaviy yo'qotishlardan himoya qiluvchi ishonchli tayanchdir. Yong'in, tabiiy ofatlar, baxtsiz hodisalar yoki yo'l transport hodisalari oqibatida katta zarar yuz berishi mumkin. Sug'urta esa moliyaviy barqarorlik va ishonch kafolatidir. Shu munosabat bilan Kafil sug'urta kompaniyasi mijozlarga ko'plab dolzarb savollarga javob beruvchi qulay sug'urta turlari haqida xizmatlarni taqdim etadi. Sug'urtaning majburiy va ixtiyoriy shakllari qanday farqlanadi? Sug'urta ikki shaklda amalga oshiriladi. Majburiy sug'urta. Majburiy sug'urta bu qonun bilan belgilangan va bajarilishi shart bo'lgan sug'urta turlari hisoblanadi. Masalan, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish, ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish va tashuvchining fuqarolik javobgarligini sug'urtalash. U jabrlanuvchilar huquqlarini himoya qiladi va hodisa yuz bersa moliyaviy yukni kamaytiradi. Ixtiyoriy sug'urta. Ixtiyoriy sug'urta mijozning xohishiga ko'ra tanlanadi. Masalan, kasko, mulk sug'urtasi, sayohat sug'urtasi, baxtsiz hodisalardan sug'urtalash va boshqalar. Bu turdagi sug'urta turlari siz va oilangizning manfaatlarini yanada kengroq himoya qiladi. Majburiy sug'urtaning afzalligi nimada? Xo'sh, transport hodisasida boshqa shaxslarga zarar yetkazilganda tovon puli qoplanadi. Ish joyida hodisa yuz bersa, xodimning davolanish va tovon xarajatlari ta'minlanadi. Yo'lovchi tashish vaqtida yuz beriladigan baxtsiz hodisalarda ularning hayoti va mol-mulki himoya qilinadi. Kasko sug'urtasi. Kasko sug'urtasi ixtiyoriy sug'urta bo'lib, o'z avtomobilingizni himoya qiladi. Mashinangiz yo'l transport hodisasi, yong'in, o'g'irlik, tabiiy ofat yoki vandalizm oqibatida shikastlansa, xarajatlarni sug'urta kompaniyasi qoplaydi. Kafil sug'urtaning bu borada afzalligi evakuator chaqirish, tezkor tovon to'lovlari va qulay tariflar. Mulk va uy ro'zg'or buyumlarini sug'urta qilish. Bu sug'urta orqali uy, kvartira, mebel, maishiy texnika, elektronika kabi mol-mulkingizni yong'in, suv bosishi, o'g'irlik yoki tabiiy ofatlardan himoya qilishingiz mumkin. Keng qamrovli qoplamalar va hodisa yuz berganda tezkor yordam berish Kafil sug'urta kompaniyasi tomonidan amalga oshiriladi. Sayohat sug'urtasi kimlar uchun muhim? Sayohat sug'urtasi xorijga sayohat qilayotganlar uchun juda zarur. Kasallik, jarohat, dori-darmon, tibbiy evakuatsiya va repatriatsiya xarajatlari qoplanadi. Bu sizning chet elda moliyaviy xotirjamligingizni ta'minlaydi. Yuklarning sug'urtasi yo'ldagi mol-mulk tadbirkorlarga qanday foyda keltiradi? Yuk tashish jarayonida tovar yo'qolishi, shikastlanishi, tabiiy ofatlar yoki o'g'irlik xavfi bor. Sug'urta tadbirkorlarni moliyaviy yo'qotishlardan himoya qiladi va ularning hamkorlar oldidagi ishonchliligini oshiradi. Baxtsiz hodisalardan sug'urtalash nima uchun kerak? Bu sug'urta inson hayoti va sog'lig'i bilan bog'liq kutilmagan holatlarda jarohat, nogironlik yoki o'lim yuz berganda moliyaviy yordam beradi. Oilangiz barqarorligi uchun juda muhim sanaladi. Sug'urta bu nafaqat moliyaviy himoya, balki xotirjamlik va ishonch manbai. Kafil sug'urta sizning oilangiz, mulkingiz va biznesingiz har qanday moliyaviy xavfdan asrash uchun qulay va ishonchli yechimlar taqdim etadi. Sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Salomat bo'ling.